Haftam tugadi. Ertaga yakshanba. Obedgacha uxlab dam olaman. Hey, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Voy, to'xtab turinglar, son nechi bo'ldi o'zi. Ay, endi 7 bo'pti-ku. Ay, bog'chaga borgan kuni turg'izib bo'lmaydi sanlarni, yotasanlar. Ay, yakshanba bo'ldi deguncha, voqli turib olib, uyqimni ham dabdala qilasanlar. Ay, shu bolalarga qarasang bo'ladi-ku, yakshanba kuni dam olmoqchi edi. Bola ham sizni sog'ingan, boshqa payt ishda bo'lasiz. Bo'pti, choyni ham ichib bo'ldim. Obedgacha uxlayman, bezovta qilmalaring meni. Voy, nega uxlaysiz? Bilasizmi, men sizni 2 haftadan beri kutaman oddiy hissi. Pardalarni yechib bering, yuvishim kerak. Ey, onasi nemisan? Sizni qo'shni chaqiryapti. Ishtalarni bormadingmi? Qanaqasiga? Bugun yakshanba-ku. Keling qo'shni. Qo'shni bir mashina ishlagi bilan olib kelgan, shuni tushirib yuboring. Kechirasiz, bugun mana dam olgan kunim edi. Bilaman, shuni mo'ljallab yakshanbaga chaqirganman. Erta ishga ketib qolasiz-da. Rahmat, meni rost o'ylabsiz. Yuring bo'pti. Ha, Oltoy. Atak olsa. Ha, qo'shnigida bir zil shlagi bilan tushirdik. Kirib bir dam oling dedi. Birov ish buyursa, chop borasanlar. O'zingning ishing chala bo'lib yotadi. Bir kun ta'minda bir foydang tegsa uyga, lapatka olib ko'chaga chiqqin. Ishxonam charchamasdim. Assalomu alaykum Qobil aka. Yaxshi, O'rtoq ha? ketdi choyxonaga. Bo'ldi, ozgina ishim qoldi. Shuni yuz qo'lib yuvib chiqib ketamiz. Qanaqa choyxona ish tiqilyapti? Choyxonaga bormaydi. Bora qolyapti. Qo'ysa-chi, ish tiqilyapti. Bugun vohlik kirib yot, ertaga vohlik ishga ketasan. Ada, haftada bir kun o'zim uchun ham yashay, bunaqada qachon dam olaman? Keyingi yakshanba.